Juda yaxshi, mana ancha o'zgarish bor. 10 kilo lecheniya oldik. Yaxshi, Allohga shukr. Xursandmisiz? Xursandmiz, rahmat. Bemorimiz Qirg'izistondan kelganlar. Qirg'izistondan kelib, demak, psoriaz bilan lecheniya qildik 10 kun. Mana xudo xolasa gaplashib turibmiz. Hozir necha foizga yaxshi bo'ldi amakan? Shu 10 kun 90-100% ham desiga bor. ana 90% deyaptilar. Alloh obro' bersin, mayli kuch bersin Alloh. Iloyim. Alloh sarmanda qilmasin. Salomat Salomatlar, yuzinglarni yoritsin har xil ofatlardan. Rahmat. Amin. Allohim avvalambor tani sog'lik, tinchlik, xotirjamlik bersin oilangizga. Allohim har xil ofatlardan, o't bolasidan, suv bolasidan, quruq tuhmat, bemahal o'limdan Allohim saqlasin. Yomon odamni ko'zidan, yomon odamni so'zidan Allohim saqlasin. Allohim iymon, insof berib yaxshi kunlar ko'rsin. Amin. Amin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Yutqazdik akalar. Rahmat. Bizdan rozi bo'ling. Rahmat, rozimiz, rahmat. Yaxshi bo'ling.